Yo, barchalarga salom bolalar, sizlar bilan Zeyron bolalar. Bugungi videomizda buldirib topgan keys qilamiz. Ko'ramiz, yo omadli yo omadsiz bo'ladi. Bolalar, sizlarga aytadiganim kanalni ko'rsatib ketaman, ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda har kuni promokodlar tashlayman. Mana 49 ta tashlaganman. Ko'p odam olgan. O'tib bemalol olsaling bo'ladi. Ikkita 3 ta akkauntingga bemalol olsaling bo'ladi bolalar. Keyin albatta videolar ham qo'yilyapti. Profilga o'tib ko'rishingiz mumkin. Telegram silkasi mana Zeyron pastga 7 tadan chiqadi yoki skaner qilsanglar ham bo'laveradi. Kesichi osonroq yo'li YouTube kanalida profilda turibdi bolalar. Mana bolalar Zeyron 7 turib shuni bossangiz o'zi o'tib ketadi avtomatiski bolalar. Qani unda o'ldirib kirib olib open keyschan qilamiz. Oldingi videolardan ko'ringlar, hammasi omadli bo'lgan. Videolarda promokod qo'yilyapti. Qani bo'lsa 500 soat open keys qilamiz, sliv bo'lsa qolganlarini ham soat open keys qilamiz. Xo'p, qani bo'lsa PUBG'dan ochaylikmikan? Go PUBG'dan ochaylik. 308 yuzi ekan. Qani bo'lsa yangi keyslardan ochib olamiz. Birinchi streamerdan ochib olamiz, o'rtacha hafta. Qani bizga qancha berar ekan? No sliv bo'ldi o'sha. Davay endi bitta ber. Ya уже bu keysni ochishdan o'g'il. Mana yo'q bu keysni ochishdan. Hop. Qaysi keysni ochamiz? Go Miramar ochib ko'raylikchi. Menimcha bu ham minus bersa kerak. Da minus. Уже 100 minusdamiz, hali foydaga chiqqanimiz yo'q. Qani hop. Go bo'lmasa o'zimiz keysdan bitta ko'rib olamiz. Davay jigarim o'zing ochib ket. Yo, o'tib qaytdi skari ko'rdilar. No'ji bu keys bizni ochiq ketdi. Legendarniy keys bo'ladi bu. Hop, endi qaysini ochamiz? Go Thunder'dan ochib ko'ramiz. Ushalik. Yuqori hafta sizlar uchun go. 301 UC'ga. Qani bizga qancha tushirgan? O'zi yaxshi. 385 UC. O'zi qutqarib yubordi, yaxshi. 80% bilan. O'zi 463 UC bo'ldi. Hop, bu keyslar yaxshi bermayapti, yangi keyslar. Qaysi keysni ochsa bo'ladi? Patrik bermaydi, hozir Albushga ham bermaydi. Hammasi ko'p. Go aslan bo'yidan ochib ko'ramiz. 5 talik. 366 UC'ga. Videoga like, kanalga obuna bosib qo'yinglar bolalar. Har kunni videolar chiqadi. Minus. Bile 180 UC. O'ta ko'p minus berdi. Go bo'lsa bola Bitcoin ochib ko'ramizmi? Bitcoin qani? Bu stand-offdan ochgan yaxshimidi? Mayli, PUBG'dan ochib ko'ramiz. Menimcha minus beradi. To'xta, da minus berdi. Bo'lsa bola stand-offdan ochib ko'raylik ozgina. Menu stand-off. Keyslar chiqmayapti. Narsa yo'q bo'lsa chiqargan keyslar. Bo'lsa keys 2dan 36 minglik keysdan bitta ochib ko'ramiz. Go. Mifi narsasi yo'q ekan. Ana baribir mifi o'tib ketdi. Shu yaxshi bo'lishi kerak menimcha. 52 ming. 30 ming narsa yo'q bunda. No, pofik. Hop, keyslarga o'tamiz. 35 ming bo'lsa go, 33 ming deydi. Bitta ko'rib olamiz. Davay,
Keysga o'zingni ko'rsat. Pulemyot. 11.000 yoki 10.000. 23.000 boshqa pulemyot eganda. Hop. 150 bu coin 25.000 so'm. 16.000 so'mlik keysdan bitta ochamiz. Xullas keyin senaf qutamiz. Narsamiz sotamiz. Senaf topping keys qilamiz. Bizon 5.000 10.000 va to'g'risini topmadik xullas. Ghost senaf qutamiz. $900 sotamiz ekan 1000 balansga open case. Qaysi case ochishni bilmayapman-da. Go pastroqdan bo'lmasa Bitcoin ochib ko'ramiz. Bitcoin jigaram bizga chotki beradi hozir. Davay jigaram 500 mida bu shunaqa o'yinchi. 500. Уже 100 plus. Chiqamiz. Go 299 dan ochib ko'ramiz. Go 900 ga. Jigarim senga ishondim. Bitta pechetga yo'nalish. 886. Biz qancha ochdik? Yaxshi minus qo'rmadi. Oxirdan Glock bordi. Xo'p. Men so'chamizmi, bilmayman. Nega Patrik ochaylikmi? Tez ochishmi? Yo'q, o'zi 177. Yana bitta ochamiz. Qancha bu? Yomon qo'tyapti. Yana bitta ochamiz. Ko'takan bu Patrik. Qayta Patrik ochmaymiz. Mersiga ham yetmaydi, Mers ochsam. Go pastiga 549 likmi, 649 likdan ochib ko'ramiz. Ovozidan xullas. Go. Qani bizga plus yoki minus? Minus berdi. 272 ham beradimi? O'ta omadsiz open case bo'lyapti. Go mashina yuqori hafta. $82. Qattiq minus bo'ldi bu ham. Go bo'lmasa 1000 da sotamiz, uje risk ko'ramiz. Krakenni ochaylikmi? Qani go bo'lmasa Krakendan kitalik. Ishondim Krakenga go. Qaramaymiz. Voy bile kelasi minus berdi-yu. 900 dan. Chota juda omadsiz bo'lyapti. Go ochma shuni ochib ko'raylik. O'rtacha hafta. Bitta ber, hatiyabi. Faqat minus beryapsan buldurib. Voy bile, mana balomat. Prosta 1900 tushordi. Prosta imba. Oq qo'yamiz uje keyingi videoga. Hozir 110 o'ynab qo'yamiz. Qani hozir necha foiz tushib degan. Har doimgidek omadsiz bo'lib oxirida comeback. 0.21%. Chotki. Noj faqat oqizdirib turadi, plus berib berishi ham kerak edi. Xo'p, go masalan 105 dan ochib ko'ramiz. Davay. Mifik qancha bu? 73 bilyapman. Narmaniro narsami gandibman. Go sapyorga yetkamiz 78 va 59. Avto yaxshi. Choq. Ichi bo'ldi 206. Choq 247.
Nechta bosqim keldi. Yaxshi. 300 bo'ldi уже. 369. 461 bo'ldi уже. Yechamiz bolalar. Xo'p, endi shu 461 ga bitta risk qilamiz bolalar va to'xtatamiz. Mana shuni ochib ko'raylik. Qani nima bo'lsa bo'ldi. Sizlar uchun risk va minus. 211. Bolalar, sizlar bilan zeyron bo'ldim. Hammaga xayr.